Hammaga assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari hamda baraka savdo obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Ruvayda tumani Yangiqo'rg'on o't bozorining narxlari bilan tanishtirib o'tamiz aka. Mehnatimizni qadrlagan holda birdonagina like bosib, obuna tugmachani bosib qo'yamiz aka. Sanalarimiz 2026-yil 4-yanvar hafta kuniga yakshanba. Qani boshladik aka mana bozor. Ketdik akalar. Akalar mosh belak. Belagi ham bor ekan. Qancha bu kurs mosh ko'rgan? Mana 65 mi? Qopdagisi? Qopdagisi 65 mi ekan akalar? Bir xilmi? Ha. Bir xil. 30 ming so'm ekan. Mosh ekan akalar, mosh purish. Mosh purish akalar 30 ming so'm ekan mana. Mana akalar. Mosh purishimiz 35 ming so'm ekan. Qopi 580 mi? 72 ming aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib beradilar. Aka bozoringiz bo'lsin. Xo'p, navbatdagi. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? So'q, zo'r bo'lyapti aka. Po'stlog'imiz. Po'stloq. 75 mi? 75 ekan akalar. Shu qopi turishi 75 mi? Tortilmaydi, qopga sotiladi. 75 ming so'm. 75 ming ekan. Ko'p sotibsiz-a, o'sha qopni-yu. Zarurlarga buni qoldiramiz. Necha ming? Nima? Aha. 91lik 152 16 16 raqami. 16 10. Aka bozoringiz. Aloqa chiqarasizlar akalar. Hop, Sevinchga bu sevinchga akalar. nimaga beriladi bu? Molga qo'ygan. Molga qo'y sevinchga yeymi? Uyutib berammi? Qo'y quruqcha yeydi. Qo'y quruqcha yeydi akalar, sevinchga emas. Men aynan mosh. Bu mosh bo'lsa, bu nech ming? 70 ming sevinchga. 60 ming ekan. Bir qopi 60 ming so'm ekan sevinchga. Endi chaqaydigan emas u. Molga, qo'yga deganda seropagan taga. Yerang'apti. 35 ming. Yerang'imiz 35 ming so'm. Yerang'i 35 ming so'm ekan akalar qop. Nomerimiz 94lik 440 440 06 0649 ekan. Chiqarasizlar akalar, dastavkasi bor. Bozoringiz. Nomerlar, qalammi? Davay, davay. Davay. Akalar, ben takım bezlarni nomerga bersangiz. Mana nomer akalar. Bemalol aloqa chiqarasizlar shularga akalar. Mana akalar. Yeryong'oq felak. Yeryong'oq felak. Aka, yeryong'oq felak. Nech pul aka? Peki görüyorum. Hayırlık. 50 ming so'm ashqur. Bitta birisi 50 ming so'm yeryong'oq felak. Bedani. Beda. Beda 60 ming so'm aka. Mana bir xil Просто opto'da qolgan. Nima bu? Ha, rasman pişken. Ha, rasman pishgan. Hop, akalar, beraman. Akalar, bunisi 60 ming so'm, bunisi nech bo'lmas? Bunisi 50 ming so'm. 50 var. Bu 50 bu 60 Ha, bunu akalar. anlaş Aka, zaruratli keraklar, mobilda nomer qoldiramizmi? Nechi ming? 94'lük. 94lik 393. 393 64 25. 64 25 aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Gap yo'q, yaxshi. Akalar, bemalol aloqa chiqarasizlar shu nomerlarga akalar. Ustoz bilan barakamiz bor akalar. Menga bering aka shunday aytyapti. Ha? 30 mingdan beraman menga desam Ana Chorva ko'nmayapti. Fayz kanali admin ukamiz. O'zim olib borib beray, somonga aralashtirib, silosga qo'shib beray deyapti. 30 mingdan bermay. 30 ming so'mdan bering aka olib ketay. Bering. Bering aka. Bering. Qanchadan deyapsiz o'zi? 35 deyapti, endi 30 dan o'zimizga qarashlarga bering yo'lida qilib desam, bergisi kelmayapti. Bering aka, yomon bo'lmadi. 2 mingdan qo'shsam berasizmi? Bering, bering. Bering. 32 da. Ketdi akalar. Gap yo'q. Sotildi. Hop. Bunisi nech pul aka? 80 Bunisi 80 ming. Qop 80 mingmi yo shu turishimi? Qop 80 ming so'm. 80 ming so'm aka. Bu sotildi 32 mingdan akalar.
Yana zaruratlar telefon qilsa, yoki beraverasizmi? Nomer qoldirib. 93lik 977 3212 raqamiga aloqaga chiqasiz. Gap yo'q. Mana aka, yer yong'oq bo'lak. Shunaqada 50. Mana beda akalar. Bu beda emas. Bu o'tli birisimiz ekan, beda moshpalak. Clippers. Moshpalak. Bu o'tli birisi nechi pul? 40 ming so'm. 40 ming aka, akalar. 35 ming. 35 ming aka, akalar. Qoplari qancha? Qoplar 70 ming. Qopi 70 ming so'm aka, akalar. Zarurati borlarga nomer qoldirib 99lik 9lik 011 011 67 66 ga aloqa chiqaramiz aka. Ko'prik yangi qo'rg'on Bag'dod territoriyasi. Qilib beraveramiz, mayli, gap yo'q. Hop, yeni maqolangiz oxirlab qoldi, kattaga qoldi. Etagi necha puldan sotdingiz? 60 ming sotyapti. 60 ming so'mdan. Oxirlab qoldi, nomer bersak to'g'ri bera olmaymiz deyapti. Gap yo'q aka. Buni jonli efir bo'lyapti-yu, mol sotyapti. Shular o'zimdan chiqaramanmi yo chiqolmaymanmi? Yo, endi chiqqanda zakaz bersangiz chiqasizda. Yo'q. Jonli efir qilib mol sotyapti, boshqa sotyapti. Ha. Sulus. Siloslarimiz Sulus. sotilyapti. Judalar mana. Necha kilolar ular? 20 kilo. Necha kilo? 20 ming so'm. 20 kilolimiz 20 ming so'm. Yaxshi, 20 kiloli silosimiz 20 ming so'm. Yaxshi, 20 ming so'mdan aka, 20 kiloli siloslarimiz 20 ming so'm. Mana Mana aka. nima? Bu nima ekan bu? Yem, omoqda yem. Omoqda ham nimaniki bu? Har xil narsalardan tayyorlangan. Mol qo'ydi yem, omoq. Endi sizdanmi? Tarkibini bilmasak molga berilmaymiz-da. Nimaga beradi? Tarkibida nima bor? Bor hamma narsa. Nima xohlasangiz, nimasini aytib beradi. Yo'q, kimdir musamdek ko'rib tushunmagandan keyin nimaligini bilish kerak-da. Omoqda yem, mol qo'ygan omoqda Kunjul, yem. Mekka misol, bor, ichida Mekka- erpa bor, bug'doy bor. Makka, arpa, bug'doy, ullos, juvari, hammasi bor. Shipirga ham bor shekilli. Shipirga juvari yo'q ama. Oq juvariniki bor. Ha, oq juvarniki bor. Buni necha pul qoldi? Nech pul? 25 ming qoldi. 25 ming 25 so'm ming. ekan. Hop, ishqozga nomer qoldiraveramizmi? Shart emasmi? Biladigan odam o'zi shunday ko'rib olib kirib ketaveradi. Yo'q, kerak bo'lsa 132 29.92. 29.92 akalar. Aloqaga chiqaveradi. Mana bu gap boshqa bo'ldi. Bu Ekan mash bo'pti bizda ekan. Mash Bu bo'pti oltin tarbiyasimiz ekan, dehqonmiz ekan. Dehqonchilik. Mash bo'pti bizda ekan. O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz. O'zbekiston Yangi yil 2026 aksiya. Sizlarga podpislarni akalar laboda peylar. Ey aka. Peylar kimdan ekan bu labolar? Sizdanmi tog'a? Egalari yo'q. Nereden anlar? Qanchadan? 400 ming kami bor. Murovidagisi 400 ming kami bor. Buni laboda qancha ekan bilmadim. Laboda ham shunaqa. Makkapayi. Ha, Makkapayi 400 ming atrofida. Turizm atrofida aka, akalar. Hop. Mabodo shunaqa yangi qo'rg'on, shu atrofimizda mahalladolar paya kerak desa, akirib beraverasizlar. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida nomer qoldirib. 94. 94lik 554 554 63 63 71. 71. Aloqaga Chiqarasizlar. Mana akalar. Tanasidan bor. Mayli tog'a. Beda. Bu beda kimdan ekan? Bog'i nechi bu? Bog' 15 ming aka. Qaysi mana shu turishimi? Mana shu turishi 15 ming, ha? Akalar, mana shu turishi bir bog' 15 ming so'm aka, akalar. Hop. Nima qoldi? Egasi kirib ketdi, meniki mashina. Ha, egasi kirib ketdimi? Vallahi bu sizlarmi? Labo. Turishi nechi bu? Turishi 500 ming kam bor aka, akalar mana. Nima qoldiramiz? Nechi? Nima? 93 93 652 652 350 30 50 ga aloqa chiqarasiz akalar. Bucha kimdan aka? Bo'ldi, mana o'tin. Mana o'tin akalar. Qanaqa yo'q, mana bu o'lim. Kimdan ekan? Tutagan. O'tin akalar. Kimdan ekan bu? Mana ona aka. Sizdanmi?
Mana kela. Akala mana damazda o'tinlarimiz tarkibi nima? O'rik, tut, yong'oq. Ha, ajoyib o'tinlar mana. Mana bir damaz o'tin. Endi puli nech pul ekan? 1 million 100 ming. 1 million 100 ming so'm akala. Yetkazib berishim bilan, ha? Albatta. Ko'prik ham Qo'rg'on atrofda, ha? Albatta. Nomer qoldirak. 94lik 94lik 372 372 83 99. 83 99 aka. Mana maydalar chiroyli qilib bosib qo'yilgan. Mana zaruratli aloqaga chiqyaptilar akalar, mana shu damazda. Deb yo'q aka bozoringizni bersin. Mana edi. Mana. O'tan aka so'z edi. Bu nech pul ekan? 2,5 million. 2,5 million so'm. Soat, ha? Kelishtirib berdilar. 2,5 million so'm kami bor ekan. 2,5 million so'm. 94lik 494 95 85 95 85 ga aloqa chiqarasizlar aka. Nech pul bu? 600 ming so'm. Bu 600 ming so'm Laboda. Bu chinor yong'oq. Chinor yong'oq, Labodagisi 600 ming so'm. Shu nomerga aloqaga chiqursin, ha? Ha shu nomer. Bu 600 ming so'm kami bor ekan. 50 Qopi ming. 50 ming so'mdan. Mayna qilyaptimi bu ham? Mashina Labodasi nech pul? 550 550 ming so'm aka. Kala Labodagi. 33 615 71 71 aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi. Bunisi nech pul ekan? Bu ham shunaqa aka, akala. 99 649 99 649 aloqaga chiqaverasiz. Qaz 36 80 ekan. Eskanadan chiqarib. Baraka bo'lsin. Qopdagilar 50 ming so'mdan. Qopdagisi 50 ming so'm ekan, Labodagi 600 ming ekan Labodagi akalar. hammasi deyarli bir xil narxda ekanlar. Yong'oq, chinor, aynaqa o'tinlarda mebeldan chiqqan, ha? Mebeldan chiqqan o'tinlar. Mana akalar. 50 ming so'm. Qopdagisi 50 ming so'm ekan. Mana shu turishlar akalar. Nomer qoldirib 93lik 794 794 1102 1102 akalar. o'tinlarimiz o'ta siyrak. Mana aka. Mana akalar 500 ming so'm akalar. Akalar 500 ming so'm. 500 ming so'm. Baqaterak chinor ekan. 500 ming so'm. Faqat chinor. Ha, batga. Mana aka. No. 94lik 447 86 76. 86 76. Bunisi nech pul? 600 ming. 94lik 447 86 76 aloqaga chiqaverasiz. Gap yo'q, zo'r bozorlarni bersin. Hop, Böyle aka. nima bu endi? Bodom, Shoptoli bilan ko'rishmi aka? shoptoli bilan o'rikmi? Nech pul? 600 ming. 600 ming so'm kami bor. Hop, ishqibozga nomer qoldiring. Qoldiramiz. 88lik 466 66 05. U bas bunisi aka. 88lik 502 502 81 84 akalar. Aloqa chiqarasizlar akalar. Katta mashina olaman degan Baraka olsun, baraka savdo. Akalar. Janjalga tuqoradi hozir, to'g'rimi? Xo'p, 50 ming so'm aka. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan qopda bu nech pul? 600 ming so'm. kami bor. Akalar. Bor. Nomer qoldirak, 95lik. 95lik 150 80. 150 81 11. Aloqa chiqarasizlar. Orqaga ehtiyot qil. Bu ham 600 ming so'm. Maydaroq o'tini. Maydaroq 600 ming so'm akalar. Pechga shunday so'zsalan ketaverar aka akalar. Nech pul? Nech pul? 600 ming. 600 ming so'm. 15 kilometr, 10 kilometr atrofiga olib borib beraverasiz. Nomer qoldirak. Nomer 94lik 94lik 134 134 23 06. 23 06 aloqa chiqarasizlar. Gap yo'q, zo'r. Bozorlaringiz bersin, sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling. Mana akalar. Bahol. Bahol akalar. O'sha 120 lik. 120 ligi. Katta bo'ylangan. Nech pul bu? 12 ming. 12 ming aka. so'mdan, ha, dona. Mana 12 ming so'm. 120 Necha kilometrgacha dastavka qilib beriladi? Bu vodiy bo'yicha bor. Vodiy bo'ylab o'sha 12 mingdan olib beradi. Ha, yo'l kirasi kelishiladi. Yaqin o'rtaga shu. 120 mingmi bu?
1.20 'lik. Mana akalar. Vodiy bo'ylab Dastlabkasi qilib kelishilgan holda. qoldiring. Ne? 99'lik 601 601 33 33 95. 95. Açık orası bakın. Mana Boy aka sizdanmi bu? Ha, bu. Bu nechi pul bu? Ha, baraka. 13 ming so'mdan aka kelib tozasi. 120. 13 ming so'mdan aka. 13 mingdan kelaman. Aka, oborib berishimiz qanchacha? Shu o'rtaga shunaqa olib berasiz. Vodiy bo'ylab narx kelishilgan holda. Kelishilgan holda. 93'lük. 93'lik 848. 848 98 Yana bitkasimiz var. Bu 98'dan keyin 38 aka. Keyingisi 99'lik 640 Mana som. Somon pirisimiz 1 metrlimi bu? 1 metr 1 vol. 1 metr 21 ming so'mdan ekan. 21 mingdan akalar. Hop, dastavkasi qana bo'ladi? Shu territoriyaga shu narxda. Ha, shuni haqda borib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi kelishilgan. Kelishilgan haqda. Keyin yana Aha. shunaqa nima bo'lsa olamiz. Ha, bu shunaqa sotadiganlar bo'lsa olaverasiz. Olamiz. Nomer qoldiring. Qoldirak 94lik. 94lik 498 498 22 22 63. 63. Aloqaga chiqmasdan oladiganlar ham sotadiganlar. Sotadiganlar. Mayli tog'a bozoringiz Hop, bersin. salomat. Ha. Ha. Bu somon paxol nima? Igilar chiqib ketdi. Ha, egasi chiqib ketdi. Ya boy aka sotildimi? Qanchadan? 12 ming so'm ha? 12 ming. Tog'a qochtirib, ha, moyna burilıyor. 12 ming so'mdan paxol pirisim bergan. 12 ming so'm. Ha. Zarurat borlarga nomer qoldiramizmi? Nechilik? 99lik 080 053. Aloqa chiqarasizlar. Olamiz ham sotamiz ham deyapti. Oladiganlar ham sotadiganlar ham aloqaga chiqarasiz. Somon bo'lsa olaveramiz. Somon bo'lsa olaverarkan, gap yo'q. Zo'r. Ketdi akalar. Daryoni ag'i ham bag'i ham bir deyapti ekan. Sizdanmi? Mana aka nima bu endi? Somon. Go'yaga akali somon piriz mana boshaqlari bilan ketdi. Qanchadan bu? 22 ming. 22 ming so'mdan ekan akalar. Somon bug'doydi shu somon pirisi. Mana akalar. 22 ming so'mdan shu territoriyaga dastavka. Nasi bor? Vodiy bo'ylab kelishamiz. Nomer qoldirib 93'lik 188 77 91 aloqa chiqarasizlar. Qanchadan aka bu? 13 mingdan akalar. akalar. Shola paxol pirisimiz. 13 ming so'mdan aka. Biri 20 ekanmi hozir? 13 ming so'm ekan, endi kelishiladi-da. Aka nomer qo'yaveramizmi? Nechilik? Orqada bor. Orqada nomeri bor. Mana aka. Mana. Mana akalar 94lik. 94lik 135 15 16 aloqaga chiqarasizlar. Mana aka 94lik 135 15 16 bemalol aloqa chiqarasizlar aka. Mana aka somonlar. Mana aka 22 ming so'mdan aka. Somon bug'doyda pirisi xullas somon deyiladi. Somon pirisi. Mana akalar 21 ming so'm shunaqa narxda bo'lyapti. 22 ming so'mdan akalar. 95 da 106 23 67. Ha, nima? Shunday akalar. 91lik 106 23 67 akalar. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lgan. Akalar, unda bemalol aloqa chiqarasizlar akalar. Salomat bo'lasizlar akalar. Videolarimizda kamchilik va xatolar uchun oldindan uzr so'raymiz akalar. Birdaniga like bosib qo'yamiz aka. Obuna tugmachalarni bosib qo'yamiz unda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.